Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Yana sizlar bilan chorvoqlik bo'lib, dachidan zo'rlarini ko'rtashni davom etamiz. Xo'p, qaranglar. Letniy basseyn 10/5, detskilari ham bor, bo'tda qozon o'choq, hamma sharoitlari bor. Dachamiz qo'rasi bor. Zeleniy zona shunaqangi katta. Xo'p, bo'tda ko'rishingiz mumkin, salqingina mazza qilib o'tirishni tapchanlar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, arg'imchoq bo'tda sanuzul bor, stol, tapchan, televizorlarimiz bor. Dachamizni katta, yaxshi, priyatniy, halol, pokiz dachamiz. Xo'p, dam olish uchun mana ikkita lejak, bu yerda stolni tennis qo'yib qo'ygan, imamga takoy besetkilar qilib qo'yilgan. Hamma narsani ko'rsatishga harakat qildim. Mana qozon o'choqlar hammasi yaxshi. Qaranglar, glavniysi bu yerda ham tapchanlar bor. Agar oilaviy kelsanglar, bu yerda erkaklar o'tirib, bu tomonda ayol o'tirishi mumkin. Xo'p, birinchi spalnigimizga kiradigan bo'lsak, dachamizdan birinchi spalnisi mana shunaqa kravati 4 kishilik qo'yib qo'yilgan. Xo'p, bu yerda katta bitta keng hol. Yana mana bu yerda detskiy koykalar qo'yib qo'yilgan. Dachamizda общий 3 ta spalnisi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu dachamizning narx-navosiga to'g'ri keladigan bo'lsak, mayga oxirigacha 1 milliondan deyilyapti. Shanba, yakshanba kunlari, bayram kunlari dogovorni pastda egalarining nomeri bor. Bemalol telefon qilib bog'lanasizlar.